Nos chekib olgan odamning xotinlariga rahmat, sabr qilib shunga. Sigaret chekkan undan battar. Mana ilgari kun o'sha Abror Muxtor Ali akamizni ma'ruzalarni eshitdim-da endi. Nosqovog'i hojatxonaga tushib ketgan ekan, mulladan so'rabdi. Men nosqovog'im hojatxonaga tushib ketdi, olaymi desa, imom aytibdi. Og'zi ochilib ketmadimi debdi. Yo'q desa, ochilib ketganda najosatni harom qilardi degan. Hozir ichimizda 50% dan oshiq odam chekarinchi. 50% dan oshiq. Najosatni najosat qiladigan narsa deyiladi. Yana ulamolar aytadi. Nos va sigaretga o'xshagan narsalar jahannamiylarning ovqatiga o'xshaydi. Qur'oni Karimda jahannamiylar jahannamda zaqqum degan daraxtni mevasini yeydi. O'sha zaqqumning mevasini yegandan keyin Alloh taolo aytadiki, la yusminu va la yughni min ju' deydi. Na qorin to'ydirmaydi va na semirtirmaydi deydi. Kelsa chetda ba'zi birlar uyatarkan namozga cho'ntagiga sigaret solib kirgan, mayli bu ham bitta odob, lekin nechtasi o'tirib qoldi cho'ntagida nos, cho'ntagida sigaret bilan. Bu degani kirmang demoqchi emasman. Kiring. Lekin dinimiz bunamayotgan narsaga qandoq siz unaverasiz?